Salom hammaga. Kiprik ekish bo'yicha qo'yayotgan videolarimni bu 3-qismi bo'ladi. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz? Narashka ekayotganda kiprikning rangiga, ko'zimizning rangiga, shakliga, yuz tuzilishimizga qarab, kiprikni santimetrlarini va uzunliklarini to'g'rilab olishimiz kerak. Orada albatta kliyentning fikrini ham so'rab olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz pastki qismdagi kipriklarni bekitib olamiz, keyin kleylarni tayyorlaymiz, ko'zni tayyorlaymiz. Kiprik santimetrlarni, kleylarni tayyorlab bo'lganimizdan keyin sekin ishni boshlaymiz. Ko'rinishidan oson ko'rinadi, lekin bunga vaqt kerak bo'ladi. Taxminan bitta odamga agar ishingizni tez qila oladigan bo'lsangiz, 1,5 soat, 1 soat 45 minutda tugatishingiz mumkin. Agar sekin ish qilaman deydigan bo'lsangiz, boshlanishiga 2 soat, 2,5 soat vaqt ketadi. Shuning uchun klientingizga maksimal komfort zona yaratib berishingiz kerak. Kiprik ekishda eng ahamiyat beradigan joyingiz kiprikni to'g'ri joylashtirish bo'ladi. Bundan oldingi videolarimni kuzatsanglar, kiprikni qanaqa to'g'ri joylashtirishni ko'rsatganman. Birinchi ishinglar bo'lsa, klassik uslubda tanlashinglarni maslahat beraman. Kiprik ekishni endi o'rganayotganlar o'ylarkan, что kiprikni biz teriga yopishtiramiz deb. Yo'q, kiprikni biz o'zimizning живой kiprigimizning ustiga 5 sm oralikda yopishtiramiz. Ahamiyat berishinglar kerak bo'lgan yana bitta muhim joyi, ko'zimizning terisiga yaqin borishi mumkin emas. Agar ko'zimizning terisiga yaqin boradigan bo'lsa, o'sha ikkinchi kundan ko'zingiz qizarib, allergiya berishi boshlaydi. Ko'zingiz ishib ketishi ham mumkin. Bunga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu masterni eng ahamiyat beradigan joylari hisoblanadi. Ishimizni tugatgach, albatta biz primer ishlatishimiz kerak. Bo'lmasam kiprigimizning kleylari quruq bo'lib, orada oq-oq bo'lib chiqishi mumkin. Bu esa ishingizni sifatsiz ko'rsatadi.